Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun yana video qilib boshladik. Kommentarlarda ko'p yozilyapti, ko'p kishilar qo'ng'iroq qilishyapti. Afsuski, ishda paytim telefonga javob bera olmayapman. Kommentarlarga ham ulgura olmay qolyapman javob berishga. Chunki ishxonamizga telefon mumkin emas. O'sha uchun telefonni ishlata olmayman ishxonada. 2 kun dam olish bo'ladi menda, 2 kun ish bo'ladi. O'sha dam olish kunlari harakat qilyapman. Kommentarlarga yozishga, telefonlarga javob berishga. Ko'plar o'ylashi mumkin, bu mashinnik bir marta video chiqardi, yo'qib ketdi, layk ishlayman deb shunaqa qilyapti deb. Yo'q, aslida niyatim unaqa emas. Men hech kimdan layk ham so'ramayapman. Xalqni o'zi qiziqib, o'zlari layk bosyapti, o'zlari podpiska qo'yishyapti. Mana bu Yagida Go'jiga keladigan bo'lsak, bu juda bir shifobaxsh. Bu narsani iloji boricha qiziqingizlar. Mana YouTube'lardan boshqa Google'lardan so'rab ko'ringizlar, nima bu Yagida Go'ji. Shu bu Yagida Go'jiga ko'proq informatsiya yig'asizlar o'zlaringizga. Bu juda bir shifobaxsh narsa. Shu uchun ham aytaman, doimiy shu bu har bir xonadonda 2 dona daraxt o'sish kerak. Shu bu oilaviy sog'lom yashash uchun. Buni doimiy iste'mol qilib yurgan odamda shunaqangi bir mo'jizaviy ta'sir bo'ladi, odam sog'lom bo'ladi. Keyin odamni yoshartiradi doimiy iste'mol qilgan. Даже umrni ham uzaytiradi deyilgan doimiy iste'mol qilib yurganlarda. Mana ichagingiz toza bo'lsa, qabziyatga uchramasangiz, xohlaysizmi yo'qmi, uzoq yil umr ko'rasiz. Ayniqsa bu keksa otaxon, onaxonlar uchun juda bir foydali narsa. Mana yoshlarimizga qoladigan bo'lsa, undan ham foydali joylari bor. Chunki Xitoyda buni yaqinda eksperiment o'tkazishdi. Mana shu go'jidan, masalan, o'zimizda uylanadigan 2 yosh kelin-kuyovni hisobida o'ylab ko'radigan bo'lsak, o'sha ikkalasiga 2 oy oldin bularga 1 kilodan iste'mol qildiradigan keyiniga bulardan tug'ilgan farzand umuman kasalga chalinmayapti. Shunchalik darajada bir sog'lom tug'ilyapti-da. Chunki bu sog'lom tug'ilishiga mana erkaklarimizda bo'ladigan qondagi testosteronni sifatini ko'tarib, sifatini oshirib, miqdorini ko'paytirib beryapti. Shuni evaziga ulardan bir sog'lom chaqaloqlar tug'ilyapti ota-onalardan. Bizga hozirda kakra shunaqa sog'lom farzandlar kerak. Kelajak O'zbekistonning kelajagi uchun. Bu juda ham bir tahsinga loyiq narsalar. Bu uchun doimiy iste'mol qilish kerak. Iste'mol qilish uchun bir 2 daraxtdan ekib olish kerak. Ko'plar kommentarlarda yozishyapti, bu bo'lmagan narsa, noto'g'ri bo'ldi. Bu aslida bu Yagida Go'ji daraxtining o'zi kelib chiqishi O'zbekistonda yangilik. Bu O'zbekistondan boshqa davlatlarda hammasida yaxshi rivojlantirilganda, lekin O'zbekistonga nimagadir hech kim boshqa turmagan o'shan kirib kelishiga. Men masalan 18-yilda o'shani O'zbekistonga kiritdim. 4 yildan beri savdosini qilyapman. Mevalarni sotyapman. Har yil 300 kilo ziyodroq meva, quritilgan mevalarni sotyapman. Bu sizlardan boshqa ham o'zi mana viloyatlarda ham katta xodimlar ham kelib so'rashyapti, nima edi bu? Lekin tushunmaydi hech qaysi ham. Bu sog'lik, inson sog'ligi uchun juda bir foydali narsa-da bu. Faqat doimiy iste'mol qilish kerak deyilgan. Doimiy iste'mol qiladigan insonda masalan immuniteti baland bo'ladi, qoni suyuq bo'ladi, mana ichaklari toza bo'ladi, qabziyatga chalinmaydi, jigari toza bo'ladi, jigarni yog'lardan, toksinlardan tozalaydi. Buni xususiyatlari insonda ozdiruvchi xususiyatlari bor. Keyin mana yoshartiruvchi xususiyatlari bor. Chunki mayda kapillar qon tomirlarida ham qon yurgandan keyin odam bir yuzlari tiniqlashib, bir yoshargandek bo'ladi-da. Mana qon quyulashib qolgandan keyin mayda kapillar qon tomirlarida qon yurmagandan keyin ajin tushib qoladi odamda yuziga, xod erkak kishi bo'lsin, xod ayol kishi. Keyin mana ichaklar toza bo'lib,
qabziyatga chalinmasa, hazm yaxshi bo'lsa, jigar toza bo'lsa, inson xohlaymi-yo'qmi ko'p uzoq umr ko'radi. Chunki inson qancha umr ko'rilishi, uzoq umr, qisqa umr ko'rilishi bari ichakka bog'liq. Mana ichakda kerakli bo'lgan bor mineral elementlar surilishi uchun ichak toza, ichak baquvvat, ichak sog'lom bo'lishi kerak. Ichakda shamollash bo'lmasligi kerak. O'sha ichaklarga bu shamollashni olyapti, yaxshi harakatlanishiga xizmat qilyapti, ich qotishini oldini olyapti. Shuni evaziga odam uzoq umr ko'radi, nasib bo'lsa. Shunga qiziqingizlar, har bir odam, inson o'z agorodiga, uyiga 2 donadan ekib olishga harakat qilsin. Mana nihollarni ham sotamiz. Noyabr oyidan oxiridan to fevral oyining oxirlarigacha sotamiz. Nihollarimiz kamroq, balkim yetmay qolgan taqdirda qalamchalardan sotamiz. Bu asosan yagidi go'ja qalamchasidan ko'paytiriladi. O'sha uchun qalamchalardan bo'lsa ham ekib olingizlar, ulgurib qolingizlar. Mayli, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'lingizlar. Sizlar sog' bo'lsangiz, biz xursand bo'lamiz. Gojini profilaktika uchun ishlatingizlar. Sog'lom yashash uchun. Mayli, sog' bo'lingizlar. Keyingi videolarda uchrashguncha sog' salomat yuringizlar.